Steshkalarimiz ustida sizlashga mo'ljallangan vertolyot apparatlarimizdan do'konimizga assortiment ko'rinishida yetib keldik. Ko'rishlaringiz mumkin. Minib o'tirib haydaydigan variantlardan hamda ruchnoy qo'lda ishlanadigan variantlardan yetib kelgan. Bugungi video obzorimizda shu apparatlarimiz haqida to'liq ma'lumot berib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun skidka narxlarda kelishtirib arzon narxlarda dastavkalari bilan qilib beramiz. Birinchida ko'rib turgan apparatlaring vertolyot apparatimizda 60 lik modeli bo'ladi. Tagidagi tovoqlari diametri 60 lik, benzin rasxodlari soatiga 800 grammdan 1 litrgacha, gaz legirovkalarini qancha oshiradigan bo'lsalaring rasxodlari ko'tarib boraveradi. Motorining quvvati 7,5 ot kuchiga ega bo'ladi. Keyingi apparatimiz klassik brendidan bo'ladi. Bu ham benzinli variantda, 170 dizel porshili variantda bo'ladi. 80 lik, bunga qaraganda sal kattaroq variantda bo'ladi. Bu tarafda o'zini o'chirib o'qiydigan kulchatorlari mavjud bo'ladi. Bundan tashqari 1 metrligidan kerakdigan akalarimiz uchun katta ob'yomdagi joylarimizni silliqlayman degan akalarimiz uchun ko'rishlaringiz mumkin. Motorlariga alohida ahamiyat berasizlar. Motorlari o'zini yog' datchiklarigacha o'rnatib qo'yilgan. Agar motorlaringizda yog' tugab qoladigan bo'lsa, avtomatik motorimiz o'chadi hamda qancha tortsalaring ham ishlamaydi. Bu motorimizni kuyib qolmasligini oldini oladi. Apparatlarimizning narx-navolari kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, video ostida nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqib, bemalol to'liq ma'lumotlarni so'rab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu minib haydaydigan variantlari bo'ladi. Hop, starterli, akkumulyatorli, kalitga zavod bo'ladi. Xohlasalaring bu tarafda tortqichlari mavjud, tortib bemalol o'tatsalaring bo'laveradi. Apparatlarimizni benzinli hamda dizelli variantlaridan do'konimizga yetib kelgan. Bularda ham tovoqlari har xilidan mavjud bo'ladi. Eng kichkinasi 60 lik, 80 lik hamda 1 metrlik tovoqlardan ikkitadan qilib joylangan bo'ladi. Bu o'ngga chapga qiladigan nastroykalari mavjud bo'ladi. Gazlari pedolda bo'ladi. Ko'rsatib o'tib ketasiz. Pedolda gaz legirovkalarini bemalol o'zlaringga moslab foydalansalaring bo'laveradi. Kimga shunaqa vertolyot apparatlaridan kerak bo'ladigan bo'lsa, do'konimizdan kelib arzon narxlarda xarid qilishlaring mumkin yoki video ostida nomerlar mavjud. Aloqaga chiqib zakaz bersalaring dastavkalarini 12 ta viloyat bo'ylab mutlaqo tekin hollarda yetkazib beramiz.